MMTV Awards marosimlarida chiqishga sazovor bo'ldi. Gripp u o'tkir infeksion yuqumli kasallik bo'lib, yuqori nafas yo'llarining zararlanishidir. Uni davolasa bo'ladi, faqat asoratlari qolishi mumkin ekan. San'atkorlar orasida ham gripp qiyosiy ma'noda uchrab turadi. Bu isbot talab qilmaydigan aksioma. Gripp deganingiz bu juda ham hozir to'g'ri bo'ldi. Lekin yulduzli kasalligi avvalambor agar rostakasimi yulduz bo'lsa yuqadi. Shunisi ham bor. Sizda shu jarayon bo'lganmi? Albatta bizda 90-yillarda bu bo'lib o'tib ketgan. Jabr endi ko'tarilgan paytimiz juda ham zo'r. 90-yildan 93-yilgacha kuniga konsert. Yulduzli kasali bir deganda yo'q bo'ldi. Mani mashina urib ketgan. 93-yil muxlislarimizni esida bo'lishi mumkin. Bizda juda ham ko'p nima deydi, bir yilmi, bir yarim yil ozgina pauza bo'lgan bizani ijodimizda. Shu bir deganda bu yulduzlikning hammasi yo'q bo'ldi odamda. Yo'q bo'lib qolgandan keyin to'xta, mana shu narsani o'ylab odam mana bir deganda yo'q bo'lib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun hammani o'z o'rnida ko'rib, yulduzlik kasaliga chalinmasdan to'g'ri o'zingning ishingni bilib, qilib yurish kerak. Inson o'zi xohlasa, xohlamasa har kuni bolalik davrini kamida 2 marotaba yodga oladi. Xuddi shunday Tohir aka ham o'sha vaqtlarni qattiq sog'inganliklarini aytdilar va suhbatning qolganini tabiat qo'ynida, beg'ubor damlar o'tgan joylarda davom ettirish taklifini berdilar. Biz esa inkor qilmadik. Masalan, maktabning tarafiga olib boraman. Mana bizaniki bu yog'i Chorsi, naryoqda bozor. Shu yerdan shunday tushardik. Onda o'sha yerda esimda bor, nima deydi, anaqalar sotilardi. Shu gitara uchun kerakli strunalar, oldin gum-sumlarda ham bo'lmasdi-da gitaralar, hech. Shuning uchun o'sha yerlardan qarab boshqalar yuraveradi.